28 yoshli patsientimga savol berdim. Nima sizni bezovta qilyapti desam, kelajagimni o'ylayapman deyaptilar. Qaranglar. Так, что нас беспокоит? Nima bezovta qilyapti o'zi bizani? Я беспокоюсь о будущем. 50-60 yoshda ham hali ham tushib bo'lgan muammolarni o'ylamay yurgan ayollar bor, bilasizlarmi? 28 yoshda mana kelajagimni o'ylab, yuzim yoshim katta bo'lganda ham yaxshi bo'lib turish uchun, sog'lom bo'lib turish uchun keldim oldingizga deyaptilar. Bundan albatta xursandman. Demak, biz 28 yoshda qanday muammolarni ko'ryapmiz? Birinchidan, yuzda so'lg'inlik boshlangan, afsuski ekologiyamizni ko'rib turibsizlar. Yuzda osilishlar ozgina boshlangan, o'sha 28 yoshda peshonada mimik ajinlar, mayda sinishlar boshlangan va ko'z atrofida quyoshdan ozgina kuyish bo'lgan va shuni hisobiga o'sha dog' boshlangan, to'qarishi boshlangan, o'sha qizarish. Agar o'sha qizarish vaqtida bartaraf qilinganida, vaqtida suriladigan, tinchlantiradigan, oqartiradigan mahsulotlar surilganida, albatta bu to'qarish jarayoni to'xtirdi. To'qarib ketmasdi. Demak, mayli, endi biz bu qizga yordam beramiz vitaminli kompleks bilan. Ya'ni vitaminlar bilan organizmni immunitetini ko'taramiz. Ya'ni yuz sohasiga, yuzga kerakli, yuzga tanish bo'lgan vitaminlarni qilamiz. Ukol bu inyeksiya o'rtoqlar, inyeksiyadan qo'rqmasligingizni istab qolgan bo'lardim. Chunki bu organizm taniydigan vitaminlar, faqat zapas yo'q, tuga bo'lgan. Atrof muhit ekologiyaga o'zini защитный himoya baryeri ishlamayapti. Biz ana o'sha narsani to'ldirish uchun yuzga suv beramiz, vitaminli kompleks beramiz, peptid beramiz, oqsil, mikro makro elementlar beramiz, dog'larni ochartirish uchun glutation, arbutin, vitamin C lar beramiz va qolaversa kollagen. Chunki kollagen karkasimiz oralarida sinib ketar ekan, yuz pastga qarab tushib ketaveradi. Mana shu karkasni biz tiklaymiz. Tiklash uchun esa biz ozuqasini beramiz. Demak, muolajamiz hozir boshlanadi. Обезболивающий suramiz. Muolajani har qanchada olish kerak? 28 yoshda deyishinglar mumkin. Boshida albatta birinchi etapda biz defitsitlarni to'ldirib olishimiz uchun bir marta qilib, keyin 3-4 oyda ikkinchi protsedurani qilib, keyin 1 yilda bir marta vitamin olib tursalar yetadi. Butun umrga yetadigan narsa afsuski yo'q o'rtoqlar. Unaqa xayolda keladigan bo'lsanglar kosmetologga albatta kelmaganinglar yaxshi. Yoki chiroyli bo'lishni tanlaymiz butun umr, yoki o'sha ajinlarimizni qabul qilib, shular bilan maza qilib yashaymiz.